Bilaman, balish pishirishni hammalar bilasizlar, lekin o'zimni shunaqa chiroyli, yumshoq, mazali bo'lib pishib chiqadigan balish retseptim bilan bo'lishmoqchiman. Uning uchun 250 gramm margarinni qirg'ichdan chiqarib, 400 gramm un bilan krojka holatiga keltirib olib, alohida idishda mayonez, kefir aralashtirib, 1 choy qoshiq soda solib, keyin unli massamizni solib, 2 ta tuxumni chaqib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz shunaqa yumshoq bo'ladi qizlar. Keyin bo'lsa muzlatgichga olib qo'yamiz. Bu yerda nachinkamizni tayyorlab olamiz. Piyoz, kartoshka, go'sht. Imam pomidoram sovuraman. Shunaqa sochniy bo'lib chiqadi nachinka ham. Tugishni boshlaymiz. Shunaqa dumaloqchalar qilib olib, keyin jo'va yordamida yoyib chiqamiz. Qo'lda yoysanglar ham bo'ladi qizlar, xamir juda ham yumshoq bo'ladi. Keyin bo'lsa shunaqa chiroyli qilib tugib olamiz. Listga terib 40 minutcha 180 gradusda pishirib olamiz. Ustiga tuxumni sarig'ini surib, kunsht sepamiz. Yoqimli ishtaha, qaranglar qanaqa chiroyli, zo'r bo'lib pishib chiqadi.